Aleksandr Dyuma. Bu nomni eshitmagan kitobxon juda oz topilsa kerak. Uning 1844-yilda yozilgan Graf Monte Cristo asari butun dunyo kitobxonlari uchun abadiy jurnallardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda aytishimni istardimki, aksariyat kuzatuvchilarimiz ham bu asar haqida gapirishimizni so'rashgan. Demak, bugun Graf Monte Cristo yoxud If qalasining mahbusi asari haqida gaplashamiz. Asar markazida dengizchi Edmond Dantes turadi. U yosh, samimiy va mehnatsevar yigit. Taqdir esa unga keng yo'llarni ochgandek ko'rinadi. Kema kapitani bo'lish arafasida u sevgilisi Mercedes bilan baxtli hayot sari intilayotgan damlar. Biroq hasad va nafs har qanday buyuk rejalarni yo'qqa chiqara oladi. Dantesning atrofida do'st bo'lib yurgan Fernand, Danglar va Cardus uni yiqitish uchun reja tuzadi. Yolg'on ayblar uyushtirib, qahramonni qamoqqa tashlashga erishadilar. Graf Monte Cristo orqali Dyuma inson taqdiri, iroda va adolat haqida chuqur falsafiy savollar qo'yadi. Roman o'quvchiga shunday ma'noli xulosani yetkazadiki, adolat kechiksa ham u albatta g'olib chiqadi. Ammo bir vaqtning o'zida intiqom inson qalbini og'ir sinovlarga solish mumkinligini ham ko'rsatadi. Dantesning yo'li shunchaki shaxsiy g'alaba emas, balki butun jamiyat uchun ogohlantiruvchi darsdir. Bugungi kunda ham bu asarning dolzarbligi yo'qolgani yo'q. Xiyonat va adolat, muhabbat va intiqom har bir davrda, har bir jamiyatda mavjud mavzular. Shu bois Graf Monte Cristo asari asrdan asrga o'tib, millionlab kitobxonlar qalbini zabt etmoqda. Juda ajoyib yangi o'ylangan o'sha jumlani tez-tez takrorlab turaman. Kutmoq va umid qilmoq kerak. Zukko kitobxon uchun bu ko'p narsa degani. Savolga javob bering. Ismingiz, familiyangiz nima? Qayerda tug'ilgansiz? Nahotki unutgan bo'lsangiz, bo'pti. Hozir esingizni solib qo'yaman. Ko'hna uyni 2-qavatida tug'ilganman. Oltin farishtalar bilan bezatilgan xonada. Esladingizmi, dadajon? Ha, unutmabsiz, aftingizdan ko'rib turibman. Meni mehribon dadajonim tirik. Zurriyotini, ya'ni meni onamga o'ldi deb aytgan. Dadajonimning ahvoliga bir qaranglar. Bu dunyoni tark etmoqchi. Keyin dadajonim meni mana shu ashyoviy dalil va tez yo'rgakka o'ralgan.